Do'stlar qaranglar, bo'y. Qozog'iston bilan O'zbekiston bo'y ketyapti. Hozir mana bo'lgan ish afsusdat qilaylik. Tagida qora kiyimdagi bizni boyas Otajonov, ustida Qozog'istonlik. Yaxshilab rahmat berib turinglar. Bu yerda Qozog'iston avtogon ligasining nechesini Fazorniy komandaligini maslahat ko'rsatib qo'ymoqchiman. Bular Fazorniy komanda. Bu yerda avtogon ligada urushmaslik kerak. Sababi bor, buni aytaman sizlarga sababini. Men qarab turinglar bo'lgan ishni. Mana. Hozir nima bo'ladi? Mana qarab turinglar. Mana kaleni bilan oyoq bilan tiqdi yotgan bolaga. Mana qarang, endi o'tgan safar avtogon ligada o'zbek bola bunaqa holatda emas. Bundan oyoqda turgan, bo'li turgan vaqtida tip o'rganiga o'yindan chetlatib, yutug'i Qozog'istonlikka berib yuborilgan. Mana qarang, bu Qozog'istonlik qilsa, bo'y dalshi davom etadi. Bular borku, bular o'yindan chetlatmaydi buni. Borku, nechesni, tvar bu avtogon liga borku. Komandasi bilet вообще bilet nahvoy. Paskuda borku organizatsiya. Paskuda bo'lmasa o'tkazib o'zbekni chiqarib yubordi. Bular lekin o'zbek hech qanaqa gap yo'q. Mana o'zbek urushish kerak turib. Mana trener xuyilarni gapirgan gapini qaranglar. Xuyindiret bilat nechesni bo'ldi. Meni bilan shogirdim neto dalbayoq meni shogirdim deyish uniga bilan o'zbekka mazmun sikyapti jalab. Va o'zbek biz trener sudiylar turibdi. Voy, o'yindan chetlar demaysanmi? Ey. Блядь. Мы не можем также его осуждать по большому счету. Правило было нарушено. Сейчас желтая карточка либо дальше продолжается, либо вам судят, что мы не можем продолжать. Do'stlar, bunga nima deysizlar? Avtogon liga, блядь, ёбаный в рот, нечестный, блядь, организация несерьезный, блядь.